Voy, juda zo'r maska ekan. Yuzim tiniqlashib, tortilib, tekislanib ketyapti. Kollagenli maskadan albatta uy sharoitida tayyorlab foydalaning. Bu maskaga juda ham oson, bu maskaga uncha ko'p narsa ketmaydi. Kollagenli maska tayyorlashimiz uchun bitta tuxum oq kerak bo'ladi. Faqat oqini olamiz. Tuxum oqini yaxshilab vilkada ko'pirtirib olamiz. Agar sizda mikser bo'lsa, mikserda yaxshilab oppoq qilib ko'pirtirib olasiz. Mana shunday yaxshilab ko'pirtirib olamiz. Bundan ham yaxshi ko'pirib ketsa ham bo'laveradi. Qancha ko'pirsa, shuncha terimizni zo'r oqartirib, taranglashtirib beradi. Keyingi mahsulotimiz jelatin. Oziq-ovqat do'konlarida bo'ladi. Jelatin bu kollagen degani. Yarim choy qoshiq jelatin solamiz va bunga issiqroq suv solamiz. Issiqroq suvda yaxshi eriydi jelatin. Buni oldindan tayyorlab qo'ysak ham bo'ladi, zo'r bo'ladi. Issiqroq suvga solib, buni eritishga qo'yib qo'yamiz. Jelatinimiz yaxshi erishi uchun mana shu holatga kelgandan keyin buni issiq suvga, parga yoki mikrovolnovkaga 3 daqiqaga yoki 1 minutga qo'yamiz. Uyingizda xohlagan yog'ingizni yarim choy qoshiqcha qo'shasiz, yuz terimiz qurib qolmasligi uchun. Men esa zaytun yog'i qo'shaman. Zaytun yog'idan ozgina choy qoshiq uchida qo'shib olamiz. Endi yana yaxshilab aralashtiramiz. Maskamiz tayyor bo'ldi. Yuvib tozalangan yuz terimizga surtamiz bu kollagen maskasini. Voy, juda zo'r maska ekan. Yuzim tiniqlashib, tortilib, tekislanib ketyapti. Kollagenli maskadan albatta uy sharoitida tayyorlab foydalaning. Bu maskaga juda ham oson, bu maskaga uncha ko'p narsa ketmaydi.